Komandir, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Menga obuna bo'lgan bo'lsangiz $100, Umidjon Nazarovga obuna bo'lgan bo'lsangiz $500 beramiz. Hech qaysilarga obuna bo'lganman. Aka, bir minut kunmi? Menga obuna bo'lgan bo'lsangiz $100 beraman. Yo'q, aka. Yayfan nimaga? Aka, menga obuna bo'lgan bo'lsangiz 100, Umidjon Nazarovga obuna bo'lgan bo'lsangiz $500 beramiz. Wow. Yo'q, aka. Yo'q, obuna bo'lgan. Bo'lmaganman. Wow, sizchi? Yo'q. Yo'q, obuna bo'lmagan. Wow, yayfan nima gap, obuna bo'lish kerak edi. Menga obuna bo'lgan bo'lsangiz $100, Umidjon Nazarovga obuna bo'lgan bo'lsangiz $500 yutib olasiz. Sizga obuna bo'lganman, lekin. Wow, o'rtoqlar menga obuna bo'lgan ekan, ko'ramiz, qani ketdi. Wow, o'rtoqlar, obuna bor, gap bo'lishi mumkin emas. Men bu $100 sizga. Ishonmasdim ko'rganimda videolarni. Yaypan bo'lmisizlar? Kommentariyaga Qo'qon City deb yozganlardan bir kishiga ertaga $100 tashlab beramiz. Qolaversa, ushbu gelikni bepulga yutib olishingiz mumkin. Undan ham zo'r yangilik, Qo'qon City loyihasining rahbari Umidjon Nazarov bitta uyni tekinga obunachilariga hadya qilyaptilar. Bitta uy, bitta gelik. Nima deyapti? Sovg'alarimizni yutish uchun hozirroq videoga like bosing, kommentariyaga Qo'qon City deb yozib qoldiring. Videoni maksimal yaqinlarga jo'natib, Umidjon Nazarovga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Hammaga omad. Let's go!